100 ta, bir haftada 1000 ta so'z yodlashning imkoni bormi? Buni kimdir mumkin deydi, kimdir esa imkonsiz. Keling bu videoda siz bilan qanday metodikalar bilan va qanaqa qilib ingliz tilida so'zlarni eslab qolishni o'rganamiz. Siz bilan Sarvinoz va Ingame onlayn ingliz tili maktab. Qani boshladik. Keling videomizni umumiy turdagi ma'lumotdan boshlasak, ya'ni insonda ikki xil turdagi xotira bo'ladi. Biri operativ, ya'ni qisqa muddatli xotira, ikkinchisi esa uzoq muddatli xotira. Bizni har bir o'rgangan informatsiyamiz uzoq muddatli xotiramizga o'tishi uchun biz bu narsani takrorlab turishimiz kerak bo'ladi. Masalan, siz qachondir imtihonga tayyorlangansiz va shu vaqtda bir kechani o'zida hamma narsani o'qib chiqqansiz. Lekin imtihon vaqtida bu narsani hech qaysi esingizda yo'q yoki imtihondan ertasi kun uje sizdan kimdir shu narsani so'rasa, sizning yodingizda qolmaydi. Nimaga? Chunki siz faqat imtihon uchun bu narsani o'rgangansiz va shu sababli ozginchadan keyin bu narsa siz uzoq muddatli xotirangizga o'tmagan va yodingizdan ko'tarilgan. Mana shu ekraningizda ko'rib turgan grafik bu Ebbinghaus curve deyiladi. Ya'ni 19-asr tadqiqotchisi bizning xotiramizda narsalar qanchalik uzoq vaqt turishi nimalarga bog'liqligini o'rganib chiqqan va buning eng katta kaliti narsalarning xotiramizda uzoq muddatga qolishini bu uni takrorlash. Ya'ni agar siz oyning boshida 100 ta so'z yodladingiz deylik va oyning oxiriga kelib uni umuman yodlamasangiz, takrorlamasangiz, uning faqat 21 tasi sizning yodingizda qoladi. Agar siz uni qanchalik ko'p takrorlasangiz, grafikda ko'rib turganingizdek, uning shunchalik ko'p protsenti sizning esingizda qoladi. Bunda aytishganidek, easy come, easy go. Bundan kelib chiqadiki, bizning sizga birinchi maslahatimiz bu takrorlash. Ya'ni agar siz hozir 100 ta so'z yodlagan bo'lsangiz, aytaylik 20 ta so'z yodlagan bo'lsangiz, 20-30 daqiqadan keyin yana bir marta shu so'zlarni qaytaring. Keyin esa 2-3 soatdan keyin qaytaring. O'qib chiqishni o'zi yetadi. Yoki masalan, sizning sherigingizga so'zlarni bersangiz, ular sizdan so'rasa, shuna qilib kommunikatsiya bo'lib, eslab qolish prosentingiz yana oshadi. Shunday usulda so'z yodlasangiz, bu sizning operativ xotirangizdan uzoq muddatli xotirangizda abadiy qoladi. Agar siz qiziqarli va band hayot kechiradigan inson bo'lsangiz, oilali bo'lsangiz, vaqtingiz kam bo'ladigan bo'lsa, siz informatsiyani eslab qolish prosentingiz undan ham kam bo'lishi mumkin. Nimaga? Chunki xuddi informatsiya miyada to'lib qolayotgandek bo'laveradi. Bunaqa holatda yana daftar yoki qog'ozga yozib, har ko'zingiz tushganida baribir qaytarishga harakat qilish kerak yoki xolodilnikka stikerlar yopishtirib qo'yish bu bo'lmagan narsa deb o'ylashingiz mumkin, lekin har safar ko'zingiz tushganida shu narsa 2 ta, 3 ta qaytarsangiz ham qanchadir so'z ko'proq yodlab qolasiz. Bu usulni yana interval takrorlash metodologiyasi ham deyshadi. Bu yosh katta insonlarga o'zi ingliz tilini o'rganish, biror narsani tilni o'rganish yoki yangi u fanni o'rganish uchun eng zo'r metodikadan bittasi hisoblanadi. Chunki masalan Ingame onlayn ingliz tili maktabimizda biz buni qanaqa qilib ishlatamiz? Birinchi aytaylik, siz present simple mavzusini ustoz bilan o'rgandingiz, tushundingiz, to'g'rimi? Ustoz sizga bu narsani tushuntirib beradi va vaqt o'tdi, ertaga yoki 1-2 soatdan keyin siz yana telefoningiz orqali platformada present simple mavzusida video darslar ko'rasiz. Video darslarni ko'rdingiz, present simple mavzusi yana miyangizda qaytalandi, uni eslab qolish prosentingiz yana oshdi. Ozginchadan keyin siz yana mashqlarni bajarasiz. Mashqlarni bajarganingizdan keyin uni yana eslab qolish prosentingiz yana oshyapti. Ertasi kuni yoki aytaylik haftada bir marta siz bilan shaxsiy assistentingiz sizga aloqaga chiqadi va shu hafta davomida o'tgan mavzularingiz haqida gaplashasiz yoki speaking qilasiz. Shu yerda siz yana present simple mavzusini qaytaryapsiz. Ya'ni bir haftada 3 marta siz bitta mavzuni qaytaryapsiz va interval takrorlash metodologiyasi ideal ishlagan konfiguratsiya bo'ladi. Agar siz shunaqa metodologiya orqali ingliz tili o'rganishni istasangiz, izohlarda berilgan havola orqali ro'yxatdan o'tib batafsil ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Biz esa videomizni davom ettiramiz. Ikkinchi maslahat: kamroq, lekin tez-tez o'rganing. Ya'ni agar siz bitta o'tirganingizda 100 ta, 200 ta so'z yodlasangiz, miyaga ko'p nagruzka tushadi va u olingan informatsiyani hazm qilishga qiynaladi. Shu sababli agar siz bitta o'tirganda aytaylik 10 ta so'z yodlasangiz va 15 minut miyaga dam bersangiz, u o'rgangan so'zini uzoq eslab qolishga harakat qiladi va kratkosrochniy xotiradan uzoq muddatli xotiraga o'tkazadi. Uchinchisi bu assotsiatsiyalar orqali yodlash. Bu meni eng yaxshi ko'rgan metodlarimdan bittasi hisoblanadi. Chunki siz bu yerda so'zlarni faqat aytaylik paddle ko'lmak paddle deb emasda emotsiyaga, insonga, situatsiyaga bog'lab yodlaysiz. Aytaylik paddle so'zini oldik. Paddle ko'lmak
tasavvur qilamiz, masalan, emotsiya va birorta situatsiya bilan kichkina bolacha rezina etikda ko'lmakcha ustida sakrab o'ynab yuribdi. Har safar siz agar shu narsa orqali yodlab qolsangiz, keyingi safar paddle so'zini eshitganingizda miyangizga shu situatsiya keladi va siz kontekst orqali ham tushunib keta olasiz bemalol. Yoki aytaylik, birorta mashhur inson stone degani bilasiz, bu bilsangiz, bilmasangiz bu tosh degani. Ya'ni bizada bor aktrisa Emma Stone. Mashqa qo'yib qo'yamiz. Mana Emma Stone tosh. Shunaqa qilib assotsiatsiyalar orqali agar yodlaydigan bo'lsangiz, miyamiz nimagadir bog'lanishni juda ham yaxshi ko'radi va har safar kontekst orqali bo'lsa ham siz bu so'zlarni tushunib keta olasiz. Aynan assotsiatsiyalar bilan yodlash uchun turli xil lug'atlar ham mavjud. Masalan, shulardan birini biz Telegram kanalimizga tashlab qo'yamiz. Pastda havola qoldirib ketamiz. Havola orqali o'tib, lug'atdan bemalol foydalanishingiz mumkin. 4-maslahat. Iboralar, birikmalar qilib so'zlarni yodlang. O'shanda bu sizni kontekstdan kelib chiqqan holatda so'zlarni eslab qolishga yordam beradi. Masalan, aytaylik, bizda arrogant, ya'ni kekkaygan so'zi bor va biz buni hozir kontekstda siz bilan birgalikda aytib ko'ramiz. The tall, arrogant man, ya'ni baland bo'yli, o'zini kekkaygan tutadigan erkak. Bu sizga shunda arrogant odamni tasvirlaydigan sifatligini eslab qolishga yordam beradi. Eng muhimi, siz bularni bir nechta iboralar, gaplar bilan tuzib ko'rsangiz, bitta emasdi, 2 xil, 3 xil qilib agar ishlatadigan bo'lsak, eslab qolishingiz yana ham osonlashadi. Agar videomiz sizga qiziqarli va tushunarli bo'layotgan bo'lsa, bizga obuna bo'ling va albatta like bosishni esingizdan chiqarmang. Bu bizga keyinchalik sizga bundanda foydali videolar taqdim qilishimizga yordam beradi. Agar sizda ham so'z yodlash bo'yicha qandaydir layfhaklar bo'ladigan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. 5-si, so'zni ma'nosini tushunish uchun suffix va prefikslardan foydalaning. Ya'ni aytaylik, bizda meaningless so'zi bor. Mean bu ma'no degani. ing bizda buni otga aylantiradi. Less esa qo'shimcha bo'lib biror narsaning yo'qligini bildiradi. Agar biz shunga o'xshash less, and, this, micro, able, ly va shu kabi qo'shimchalarni o'rganib olsak va ma'nosini tushunib olsak, yangi so'zlarning ma'nosini eslab qolishimiz va uni qanaqa turga kiritishimizni oldindan bilib olamiz. Va oxirgi sizga qo'shimcha maslahat, o'zingiz yoqtirgan narsa orqali ingliz tili o'rganing yoki o'zingizni kasbingizga doir mavzu haqida, siz aytaylik doktorsiz va sizga ingliz tili kerak. Siz buning uchun ko'rishingiz mumkin Good Doctor yoki Doctor House haqidagi kinolarni, seriallarni. O'shanda u yerda har xil meditsinadagi frazalar bo'ladi, subtitr bilan yoki tarjimasi bilan birga ko'radigan bo'lsangiz, u sizni eslab qolishingizga yordam beradi va yoqimli va foydali narsani birlashtirgan bo'lasiz. Agar videomiz orqali sizga foyda olib kelgan bo'lsak, juda ham xursandmiz. Pastdagi izohlarda aynan qaysi metodlar sizga yoqdi, qaysilarini ishlatgan bo'lardingiz, shular haqidagi fikringizni eshitishdan, ko'rishdan juda ham xursand bo'lamiz. Agar sizning ham shu kabi layfhaklaringiz bo'ladigan bo'lsa, ularni ham izohlarda yozib qoldiring. Bizni kuzatishda davom eting va kanalimizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin.